Adasi, sizga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Bo'lmasam vijdonim qiynalyapti. Tinchlikmi? Agar aytsam, meni uydan haydab, javobimni berib olmaysizmi? Tushunmadim. Shunchalik. Nima gap aka? Men sana javobingni beraveradigan darajada. Boya magazinga chiqdim. Boshqacha ekan-ku. Shularni hisoblab bering. Sizdan 110 ming so'm bo'ldi. Xo'p, mana puli. Nima qolsa iflos? Voy, jahlingiz burningizda uchida ekan-ku. Nima cho'ysiz olasiz? Mani boshimda erim bor, hayvon. Olmam narsalaringni. Yo'l bo'yi bo'lgan ishni hazm qilolmay yig'lab keldim adasi. Ya Alloh. Assalomu alaykum. Mana siz ko'rsam bo'ladimi? Bo'ldi. Hozir ko'rsatami? Mana, ko'ring. Voy, sal taqish qiyinroq ekan-a? Taxshi qiynalayotgan bo'lsangiz, keling. O'zim taqishim bor. Voy, nima qilganingiz bu? Qo'lingizni oling. O'zim taqib qo'y dedim-da. Namicha vohima qilasiz? Uyalmaysizmi biron ayoliga shilqimlik qilishga? Oling mana matoingizni. Sizga Allohdan qaytsin. Qaytibdi-da. Onasi o'zi hamma ayb aslida menda. Odamzod o'zi haqiqatdir. Tan olish xohlamas ekan. Qanaqa haqiqat haqida gapiryapsiz? Haqiqat shuki, ko'chada harom xarj yursa, o'zini uyidagi ayoldan qaytargan. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Bu achu haqiqat. Voy do'stim, ko'chada bosayotgan qadamingizni o'ylab bosing. Bu dunyo qaytar dunyo.